Vay yangi telefon qo'ydim men. Voy. Oy! Samira Aqbiliq, yo'qolib ketdingizmi? Voy men shu aldirash yo'q qoldim azroq ishlar bilan. Yo'qmas, 2 soat, 3 soat bo'ldi. Men bog'chilikni qo'g'lab chiqaryapman meni. Voy. Voy, ostara qilganimda qo'pol. Kim o? Nima osti nada nima ish qilib? Voy, satrashxonada. Ha, satrashma. Satrashxonada edim. Ams o'rnimni aytib beraklamsizmi shega? Ha, ma'qul. Men hozir boray. Ma'qul, men beraman satrashni o'zim nima qilmayman. Ma'qul. Ma'qul. Voy, ostara qaraganimda chechim toz qo'yatmagamdi. Elim bir muncha chechim julib bo'ldingiz. Bu şəhərlik deganning var, ish tugmaydigan maqsaddan bor. Qanday chechingiz chiroyli bo'libdi-ku? Xel top qapti o'jmi? Xel qo'lingizdan ipaka bo'lmasa. Lekin sal mayliqmi ha? Ha, shu mayliq chechim. Uning ustiga yaqin oyoq xizmat besimim eshib ketyapti. Chechim bekda tushadigan bo'lib qoldi qarang. Ta'sirma o'tcha sukundak yaxshi. Cho'qim o'lim bo'ldi. Voy. Yaxshimi ekan, chiqliqmi? Ha, keldingizmi? Tugdimi ya? Tugabmi qoldi chechim juvaslam tugaydi. Ya bu men çaşını jüyütlen daha sonra kim jüyüt çaşını? Men. Fıkamsın çaşıyam la. Ya, sizde nima qayda canım fıkam xotin xaqtin hürriyat alış burada. Bu çaş degan bu ayol kishini chechini ayol kishi yumamda. Valla, ay biz namayga chiqib puchuyirga yasamanmi kunni chirib pasak. Jan bo'ldi qilasizmi? Chaq. Chiroyli qilgan bu. Sizdan bugun shinqosa tavankan afkam antenalar tassanglab qapta. Amma asal tiklishib ketgan bo'l ish var ekan sizga. Biz namayga danshiga o'xshaydigan bo'l ekan bu. Nima endi? Ama chaq qilib qo'ydim, men chaqib yurasangiz. Qandaylik supini ishib qolgandi? Qanday ular, lekin sal qimmatmi u supun? Ha supun? Baya bir choy supun tavsiya qilgandi shu. Shuni jib boqaymi deb o'ylayapman. Bu men sizga bayam sovuqni shu supun bo'cha supun qanday sherif supun qaras? Qaras oyoq qo'yib qo'yganda. Mana mana. Esim. Mana mavum chash supun mavum. Şerifden buna can şaptun meyazını cümle mava man meyazma beden supunu batihe man meyazda bizukta elemler var manın melhem şu bar manda supu işletmemizler fikrim akçanılıqa büyütonda 30 kilo çıkıdığan 13 koy 9 malık 1300 başın yüzden çay supunu boldu qılgan endi ya çaq qo'ydim omaq balike mava mani işletib bakın fikrim Mişi maqtab ketgan supunuz bir işilib baqaydi maqulman ila ama omaq balike kulgunchak Vay bo'ldi o'tiringiz maqul fikrim sen dikkat qilingizmi ma qo'l boshqa ketganmisan achashniroq yonglar Ola chashiydi ekanda bola qanday bo'lamdi ya ha shunda bezqat kechashlarim xushbiroq shunda bijet xayrida razı ol dedim men deymiz ukam qaylar mana shunami ya qancha pul bo'ldi ya men pulga yerda qancha pul bo'ldi deb pulga olib ham yerda shundami necha pul bo'ldi 199 ko'y bo'ldi ukam siz chashka aslimi yo harji kaslim bu yerda chashni yo'diq emasmi kimning so'punida 99 ko'yliq suvda fikrim va 100 yerda biraz munchiq tushmas ondan saradim kapta deb anchalar qo'yib ketmay fikrim nima ya qanday mavzusi mana 99 ko'y avatib qo'yib fikrim razılar tashlab qo'ygan ma'qulmi ya oldingizmi so'punni ha oldim shunday yo'q supun nima olmaydi ha deyman sizlarni ishlatingizmi fikrim do'konda ma'qul razı bo'lib qilinganmisiz ma'qul Sirip yurishlik chach asrash yuyish mahsulotlarimizga har qaysi joylardan vakolatchi qabul qilamiz. Aloqalashish telefon nomeri 131 79 94 32 52.